Oynovchigul, qayergancha bunda to'y o'ynaymiz. Yoshlardek ben yandan bular, bir ay işlag'ir ko'chiramizni desam, jumib ketdingmi sen? Yeni professor bilan nima ketdin, qanday ketdin? U aypang başın gepini qilmagani o'ylasamla jinim chiqadi qara do'stim. Besh paynak yonchiq allakan qilmas mana shunda. Mashu aka. Hamma bolalarni uy ko'chaqlik qilib qo'yganka, sen shu mashina qashlab o'rnida o'lgurdi o'tasanlar pushtiga yetgan tiqadash. Oy men shu sendek o'ylab shunda xo'sh bo'lib ketgandim adash. Oy men yaratmadi u toz adash. Sen mening no'chigim yormadimi? Og'zingni gapingwa, no'chigil deb yetangwa. Undan keyin cho'kan tursang, sen yormasan kim yoraydi ekan unga? Oy adaş bu baytaq professorni mush loyiq tanlashdik o'lchmaymish men yashvalininkidami ustun kelmasin mana. Qanday tarafdir ekan, qanday o'lchamdir ekan. Birinchi adaş yishim o'tib ketibdi qara. Oy ketdi. Oy 70 nish qolgan odamga sen kichiklik qilasan, 50 yosh nish qolganlar. U odamning adaş 40 yoshdan o'tgan 50 ga bormagan xotinni og'is ekan. Mendek 50 yoshliqlarni, 50 necha yoshliqlarni kasal ko'psi chiqib qoldi deb o'ylagan chig'i va adaş. Yana qanday o'lchamdir ekan, talabdir ekan. Ma ölçemden alsam dostum hayran qalsa qara. Muş qiz vaqtimda aytgandan bir rasman diplomimni ko'ymagan dostum. Adamning talbi cho'qim pravisi bo'lish kerak ekan. Uning sinan pravanda men navralarga nur yetirib bermoqchim ekan-da, to'g'ri. Endi bu adam o'z prav ololmaydi ekan, endi yishim o'tib ketdi ekan. Shuningga men bir mashina bermoqchi ekan. Men shu mashinaga sab bu adamni mush tog'mi, bog'mi boqib qiyoat qildirib yurdi ekan men. Qiz bu odam ne demiş güzel manzillar qarab ilomi kelsa shopir-shupir qilib she'rlarni yozib, ularni yemek ekan tuqadash. Yaxshi o'ylabdi-ku bu masala shu odam. Xotin olsam shopir zo'qligi. Lekin adash mashina ham bo'lib qolgan ekan. Voy bu mashina kichik ish jinim do'stim jinim Fayzgul bu odamning bolalari qara. Xeyli qo'l ilkidi baballik ekan deydi. Mush dadisi qaraydigan vaqt chiqmay yotgan yeri bor degina. Mush obdan deti ba ayol bo'lsa, mush dadimizga bir hamroh bo'lsa, o'zimiz oltin job do'xtinsi 100 ming koy to'yliq bersak, andan qiz iyiga 3 ming koy turmush bo'lib bersak deb gap avatibdi qara. Bu adash qizimga bunchalik to'yliq bermagan. 3 ming koy maashi bor yana. Voy shu mushka bilan anglab, qiz baxtimni bermasam, cho'kan baxtim bo'lsin, keladigan bo'ldi deb xo'sh bo'lsam, men yishim bilan men pravamning yo'qligi taqash demasmadash. Endi bu to'yliqning jinimi qara egirgan to'qqigan, salmon egirgan to'q. Bu ishni menda yo'q etmaydi adash. To'ja qanja qilib boqayli. Sammo adash to'yliq hozirroq tushib qoldi. U odamni yoshda ozroq e'tibor qilsin. O'zingni shoshilganligini adash tirishib pravasan, bu ishlar bitib qoldi adash. Fayzgul do'stim bak qiziq gap qilsa-chi, men o'ylashdim qara. Bir ömürmüş ərinin xizmetini qilib, ərinin dədini tatib ütübdü mən, vardım adaş. Voy bu qeyrğan nim gəpdim mən əytigi məndə, özəm yetkidək maaşım var, hiç niməm, kam emas qara. O qeyrığı toy qilib, əmdi qoş qapıqı qarab, oş tamıqın iti məndəb, nəd yürək? Oy, özəmdən pulun özəm xəşləb, bir nəvrəm beqib oturaycı öydədib, oyuldum dostum. Ey adaş, kim bildi sizden taz yanınızınız var çoğkan, izlep bilen bu.